Hozirgi kunda bemorlarning son kundan kunga ortib boryapti va biz endi 9 yil ichida men o'ylayman 7-8 mingta bemorlarga biz yordam ko'rsatgan bo'lsak kerak deb o'ylayman. Endi aniq son qiyin, lekin baribir biz har bir kelganda O'zbekistonga kamda 200, 300, 400 tagacha bemorlar bilan suhbatlashamiz va bu har bir yarim oy, 2 oyda bu davom etiladi. Hattoki Hindistondan har xil ko'chlik mutaxassis doktorlar tashrif beradilar va shu yerda ham O'zbekistonda ham bemorlarga qanaqadir yordam ko'rsatiladi va bu yerda agar umuman bo'lmaydigan bo'lsa, og'ir bemor bo'lsa, umuman iloji yo'q bo'lsa, oxir Hindistonga yo'l olib ketayotganlar ham juda ko'p, ularning soni ham juda katta. Endi hozirgi kunda agar 5 ta klinika ichida har xil soha bo'yicha bemorlarning son hisoblagan holda 60 taga yaqin hozirgi kunda bemorlar bor. 60 taga yaqin bemorlar bo'lsa, endi ularning yordamchilari va bemor donor boshqa, ya'ni 100 tadan ortiq ya'ni O'rta Osiyodan odamlar biz orqali borib va shifoni izlab qanaqadir borganlar va o'ziga qanaqa nima muammo bo'lsa, sog'likni tiklab biz orqali qanaqadir biz yordam ko'rsatyapmiz va sog'likni tiklab kelyaptilar va biz bu borada qanaqadir hamma tomonlama bemorlarga ko'mak beryapmiz. Endi bizning ishimiz shunday iboratki, biz bemorlarni kutib olishdan kuzatguncha hammasi bizning bo'ynimizda bo'ladi.